طويل الشوق يبقى في اغترابي كثير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب بالتراب. Xalifa qaylula vaqtida uyg'onib ketdi. Ana shu qaylulasidan bevaqt uyg'onib ketdi-da, xizmatkorga "Ey Maysara" dedi. "Labbi amiral mu'minin. Rasulullohning masjidiga bor. Ana shu joyda ulamolardan birortasi bo'lsa, bizga ham suhbat bo'lishligi uchun chaqirib kel" dedi. Amirning buyrug'ini shoshganicha bu Maysara bajargani chiqdi. Payg'ambarimizning masjidiga kirib, tezda bir ko'zini yugurtirdi, bittagina halqa turar edi. Bir jamoat odam o'tirar edi. Ularning oqsoqoli shayxi 60 dan o'tgan bir kishi edi. U kishida ulamolardagi bir soddalik, haybat va viqor bor edi. Odamlar to'planib o'tirgan halqaga borib turib, mana shu halqaga yaqin kelib turib, shayxga bir barmog'i bilan ishora qilib, "Bu yoqqa qarang" degandek qildi. Bu dars berayotgan shayx haligi kishiga qaradi-da, e'tibor qilmadi. So'ngra yaqinroq oldiga borib turib, "Meni ishora qilayotganimni ko'rmadingizmi?" dedi. Haligi shayx aytdi, "Menga ishora qildingizmi?" "Ha, sizga ishora qildim." "Nima hojatingiz bor?" deb so'radi shayx. Maysara javob berdi, "Amiral mu'minin uyqusidan uyg'onib ketdi. Menga payg'ambarimizning masjidiga borib, menga ham suhbat bo'ladigan biror bir kishini chaqirib kel" dedi. Deganida boyagi shayx, "Men xalifani ham suhbatlardan emasman" dedi. Maysara aytdiki, "Lekin birov bilan suhbatlashgisi kelyapti. Yuring men bilan" deganida shayx aytdi, "Kim bir narsani xohlasa, istasa o'zi boradi oldiga" dedi. Undan tashqari masjid keng dedi. Agar amir kelsa, bu halqada, bu majlisda u kishiga ham joy topiladi dedi. Kesin, unga gapiramiz, lekin biz bormaymiz oldiga dedi. Boyagi xizmatchi Maysara xalifaning oldiga qaytib bordi. Borib turib, masjidga borib, bor yo'g'i bitta halqa borligini topdim. Undagi shayxga borib turib, "Amiral mu'minin uyqusidan uyg'onib ketdi. Menga masjidga borib, menga ham suhbat bo'ladigan odamni chaqirib kel" dedi deb aytsam, u yerda o'tirgan shayx o'zi bir tamomiy xotirjamlik bilan "Masjid keng, agar kelsa gapiramiz, lekin biz oldiga bormaymiz" dedi. Shunda Abdumalik ibn Marvon uf tortdi-da, o'rnidan turib kirib ketayotib, "Bu" dedi, "Said ibn Musayyab bo'lsa kerak" dedi. "Qaniydi unga bormaganingda-yu, qaniydi shu gapni gapirmaganingda" dedi. Shu gapni gapirib ichkariga kirib ketayotganda xalifaning o'g'illaridan kichigi kattasiga aytdiki, "Bu" dedi, "Amiral mu'mininning oldi turishidan bosh tortib, o'zini katta tutayotgan, amirning majlisida hozir bo'lishni xohlamayotgan kim ekan bu odam" dedi. Axir Amiral mu'mininga butun dunyo bosh etgan bo'lsa, Rum podshohlari ham habatlanib turgan bo'lsa, kim ekan bu o'zini katta oladigan dedi. Shunda xalifaning katta o'g'li kichigiga javob berdi. "Bu odam" dedi, "Seni ining Valid ibn Abdul Malikka qizini so'rab otamiz sovchi qo'yganida qizini bermagan" dedi. Ya'ni bu shunday bir Said ibn Musayyab shunday odamki, xalifa o'g'liga qizini so'rab borsa, bermadi. Shunda kishiga hayron bo'lib aytdiki, "Bu qanaqa odam ekan" dedi. "Valid ibn Abdul Malikka qizini bermadimi? Valid ibn Abdul Malikdan ko'ra ustunroq joyini topib berdimikin? Lekin hech bo'lmasa manzilatda, hurmatda bizni inimizga o'xshagan odamga berdimikin" dedi. Katta aka aytdi, "Yo'q" dedi. "Men" dedi, "undan xabarim yo'q" dedi. "Uni bilmayman" dedi. Shunda bu ikki aka-ukaning suhbatini eshitib turgan Madinalik kishilardan biri aytdiki, "Ey amirlar, agar ruxsat bersanglar" dedi, "sizlarning savolingizga men javob beraman" dedi. Aytadi, "Ha, qizini berdi" deydi. Madinalik oddiy bir insonga Abu Vado ismli yigitga berdi dedi. Abu Vado meni bir devor qo'shnim dedi. "Xohlasanglar qanday qilib uylanganligini aytib beraman" dedi. Ikkala aka-uka bu Madinalik kishining suhbatiga, so'ziga quloq solishdi. Endi bu Madinalik kishi Abu Vadoning tilidan hikoya qiladi. Abu Vado shunday deydi: "Men Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidida ilm talabida Said ibn Musayyabning majlisidan hech qachon qolmas edim. Doim Said ibn Musayyabning majlisida o'tirardim.
Bir necha kun masjidga bora olmay qolganimda Said ibn Musayyab meni yo'qligimni bilibdi-da, men haqimda so'rabdi. Kasal bo'lib qoldi shekilli yoki biror ish bilan ovora bo'ldi deb yaxshi gumon qildi. Bir necha kun o'tgandan keyin masjidga keldim, o'tirdim, salomlashdim. Dars tugaganidan keyin turib ketaysam ushab qoldi. Said ibn Musayyab so'radi Abu Vadodan. "Ey Abu Vado, nima bo'ldi sizga?" dedi. "Bir necha kun yo'qolib ketdingiz. Ayolim vafot qildi. Shuni dafn bilan ovora bo'ldim" dedi. Said ibn Musayyab aytdi: "Ey Abu Vado, bizga xabar qilmabsiz-da. Biz sizga mana shu musibatingizni yoningizda turar edik, janozasini o'qirdik, dafnda sizga ko'maklashardik." Abu Vado aytdi: "Alloh sizdan rozi bo'lsin" dedi. Turib ketmoqchi bo'lganimda ushlab qoldi. So'ngra aytdiki, "Uylanishlik haqida o'ylab ko'rmaysizmi Abu Vado?" dedi. "Alloh o'zi rahmat qilsin, kim ham menga qizini berar edi? Yetim o'sgan bo'lsam, faqir bo'lsam, qo'limda 2 yosh dirham pulim bo'lsa, kim ham menga qizini berardi?" dedi. Deganda Said ibn Musayyab, "Men beraman qizimni" dedi. Abu Vado aytadi, nima deyishlikni bilmasdan tilim qotib qoldi. Meni holimni ko'rib turib, ahvolimni bilib turib, qizingizni nikohlab bera olasizmi deganida, "Ha" dedi. Chunki bizning uyimizga qizimizni qo'lini so'rab, biz uni dinidan, axloqidan rozi bo'ladigan kishi kelsa, albatta unga nikohlab beramiz dedi. Dedi-da, ana shu ikkalasi o'tirgan joyda masjidning namdarog'ida turgan 3-4 odamni chaqirtirdi. Kelib o'tirishdi. Mana shu joyda o'zida Sayyid ibn Musayyab xalifani o'g'liga bermagan qizini bir necha odamlarning guvohligida nikohlab berdi. Mahriga 2 dirham pul belgiladi. Nikohni o'qib bo'ldi, mahrni belgilab bo'ldi. U kishi aytadi, dahshatdan va xursandchilikdan qayoqqa ketayotganimni ham bilmadim deydi. Uyimga qarab ketib bordim, shu kuni ro'zador edim. Uyga borib ro'zadorligim ham esimdan chiqib qoldi. O'zimga o'zim, "Senga voy bo'lsa, Vado, nima qilyapsan? Kimga xaridor bo'lding? Kimdan qarz olasan? Mushkulingni endi qanday hal qilasan?" deb xijolat bo'lib turdim. Shom paytiga shunday bir holatda turdimki, shom namozini aytgandan keyin namozni o'qib bo'lib, dasturxonimdagi yog' va nondan boshqa narsa yo'q edi dasturxonimda. Shu bilan iftor qilishlikka o'tirdim. Shom paytida og'iz ochayotganda eshik taqilladi. "Kim u?" deb so'rasa, "Sayyidman" dedi. Abu Vado aytadi, "Madinada yashaydigan Said ismli kishilarning hammasi hayolimdan o'tdi" deydi. "Allohga qasam, lekin Said ibn Musayyab bo'lishiga hayolimga kelmadi" deydi. Chunki Said ibn Musayyab 40 yildan beri masjid bilan uyini o'rtasidan boshqa joyda ko'rilmagan edi. Yo uyiga ketayotgani ko'rilardi, yo masjidga ketayotgani, ko'chada bekordan yurmas edi. Shuning uchun Madinadagi hamma Said hayolimdan o'tdi, qaysi Said ekan deb. Lekin Said ibn Musayyabga hayolimga kelmadi dedi. Eshikni ochsam, Said ibn Musayyab turibdi. Shunda xijolat bo'lib, "Ey Abu Muhammad, agar buyursangiz men sizni oldingizga borardim" dedi. U kishi javob berdi, "Yo'q, biz sizni oldingizga kelishlikka haqlimiz" dedi. "Ichkariga kiring" deganda, "Yo'q" dedi. "Men bir ish bilan keldim" dedi. "Nima ish? Alloh sizga rahmat qilsin" deganida, "Allohning shariati bilan bugun meni qizim sizning ayolingizga aylandi. Sizni mana shu vahshatingizda sizga hamroh bo'ladigan odam yo'qligini uyingizda bilaman. Shunday holatda siz uyingizda yolg'iz tunab, ayolingiz boshqa joyda alohida tunashligini xohlamadim" deganda, Abu Vado "Menga voy bo'lsin" dedi. "Olib keldingizmi qizingizni?" dedi. "Ha" dedi. Yonboshida turardi dedi. Shunda qiziga qarab turib, "Ey qizim, Allohning ismi va barakoti bilan kuyovingizni uyiga kiring" dedi. Qizi hayodi qattiqligidan ostona oxlab kelayotib, etagini bosib, yiqilib tushlikka sal qoldi. Qizini topshirdi kuyov bolaga, ketdi. Bizni o'lchovlarimiz qanchalik ketib qo'ygan qaranglar. Bu ummatni chiroqlari bo'lgan, yulduzlari bo'lgan kishilar qanday boshlagan hayotda? Bu ummatning boshi qanday bo'lgan? Dunyodan behojat bo'lgan xalifani o'g'liga so'rab kelsa, bermayotgan qizini 2 dirham, 3 dirham puli bor yigitga olib borib nikohlab bergani hayo qilmayapti. Aytayapti o'lchovda, bizni uyimizga, bizni qizimizni qo'lini so'rab, biz uni dinidan, axloqidan rozi bo'ladigan odam kelsa, albatta beramiz, chunki meni bo'ynimda omonat. Qizim meni bo'ynimda omonat deydi. Ana shu o'lchovlarning noto'g'riligidan dunyosiga yoki qandaydir boshqa narsasiga qiziqib turib berib, ajrashib kelayotgan ko'p qizlarni, kelinlarni guvohi bo'lyapmiz. Surishtirib kelsangiz, o'lchov noto'g'ri bo'lgan.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Fatima Zahroni Ali roziyallohu anhuga nikohlab berganini eslaylik. Abu Bakr sovchi qo'ydi, Rasululloh indamadi. Umar sovchi qo'ydi, Rasululloh indamadi. Shunda, Ali 22-23 ga kirgan bola. Siz sovchi qo'ymaysizmi? Dedi, "Ha, menga beramikin." Abu Bakr Umarlarga bermadi desa, nimaga bermaydi? Axir siz birinchi iymon keltirgan yosh yigitsiz. Birinchi o'lchov bor. Qo'lidagi dunyosi yo'q. Rasulullohning qarindoshisiz, eng yaqin sahobalardansiz. Borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga kirib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzuriga kirib o'tirdi-da, shu gapirgani hijolatib o'zi sovchi bo'lib keldi. Rasulullohning qiziga, Fatima Zahroga. Nima hojatingiz bor, gapiring deganida Rasulullohning qizi haqida o'yladim dedi. Boshqa gapni gapira olmadi. Payg'ambarimiz xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi. Shu bilan tugadi. Tashqariga chiqdi, hamma sahobalar qarab turishdi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi desa, bilmayman nima bo'lganini. Keldim, xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi. Muborak bo'lsin, bundan oshcha gapni kerak yo'q sizga dedi. Bir necha kun o'tib Rasulullohdan ham javob bo'lmadi. Ali roziyallohu anhu ichi yonib turibdi. Payg'ambarimiz o'yda turganida eshittirib turib, sahobalarga payg'ambarimizga eshittirib turib, kecha Rasulullohning qizini so'rovdim. Rasululloh xush kelibsiz dedi, lekin uylangan hech narsam yo'q deb qo'ydi. Payg'ambarimiz eshitib, "Nimas bor?" dedi. Rasululloh hech narsam yo'q dedi. "Men hadiya qilgan Xutomiya sovutingiz qani?" dedi. Olib keldi, shuni sotdi, mahrga belgilandi. Payg'ambarimiz 2 kilo xurmo olib kelib qo'ydi, Banu Hoshimni yig'di, xutmani o'qidi, nikohlab berdi, shu bilan kvartiraga olib chiqib qo'ydi. Endi Abu Vadoa o'zi yakka qoldi kelin bilan. Uyini yuqorisiga ko'tarilib qo'shnilarini chaqirib, "Bu yoqqa qaranglar" dedi. Qo'shnilari chiqishdi. Aytdiki, "Bugun kunduzi Said ibn Musayyab payg'ambarimizning masjidida 2 dirhamga nikohlab berdi menga. Endi hozir qo'yib ketdi. Yonida turib turinglar, men onamni chaqirib kelay, onam uzoqda yashardi" desa, qo'shnilardan bo'lgan bir kampir aytdiki, "Ya Abu Vado, sizga voy bo'lsin, nima deyotganingizni bilyapsizmi?" dedi. Xalifani o'g'liga bermagan qizini sizga 2 dirhamga nikohlab 100 gapga berdimi? Ishonmasanglar kirib qaranglar dedi. Kirishuvda haqiqatan Said ibn Musayyabning qizi edi. Onasini chaqirgani ketdi. Qo'shnilari yolg'iz qoldirmasdan ayollar birga turishdi kelin bilan. Onasi keldi, kelinni ko'rgandan keyin aytdiki, "Seni yuzing meni yuzimga harom" dedi o'g'liga. 3 kun kelinni menga qo'yib berasan dedi. Ya'ni mana shu ishni qila, bu seni yuzing meni yuzimga harom degani, men aytgan ishni albatta qilasan degan ma'noda. Eng karima ayollarni bezab zinatlab kuyovga uzatgandek, men senga bir bezab zinatli bergunimcha 3 kun sabr qilib tur dedi. Onasini aytgani qildi. 3 kundan keyin xushbo'ylab, zinatlab kelinni kuyovning qo'liga topshirdi. Abu Vado kelinga qarar ekan, Madinadagi eng go'zal ayollardan biri ekanligini ko'rdi. Qur'onni hifz qilgan, yodlagan, payg'ambarimizdan hadisni rivoyat qilishlikni bilgan hamda erini haqqini eng yaxshi taniydigan ayollardan bittasi edi. Bir necha kun kuyov kelin turdi, otasi ham boshqa hech kim ham ziyorat qilmadi, o'zlari bo'lishdi. So'ngra bir necha kundan keyin shayxning qaynotasining majlisiga borib yana o'tirib salom berdi, salomga ariga oldi. Majlis tugab hamma tarqagandan keyin qaynota bilan kuyov o'tiribdi. Qaynota kuyovdan so'rayapti: "Ayolingizni ahvoli qanday?" dedi. Deganida, "Ayolim" dedi, "do'stlar havas qiladigan, dushmanlar hasad qiladigan holatda" dedi. Deganda alhamdulillah dedi. Uyimga qaytib borsam, Said ibn Musayyab juda bir katta molni yo'qimizdan yuboribdi dedi. Uyimizga xardor bo'lib kelgan odammi yoki biz birovga xardor bo'lib borayotgan bo'lsak qiziga, birinchi dini turishligi kerak ekan. Albatta dindor bo'lib turib, ham chiroyli bo'lsa, ham nasabi baland bo'lsa, ham boy bo'lsa yaxshi. Lekin birinchi o'rinda nima turar ekan? Dini turar ekan. Bu xalifaning ikkala o'g'li bu qissani eshitib turib aytishdiki, sini tark qilib, boqiylikni o'ziga ham oilasiga ham sotib olgan ekan. Allohga qasam, Amiral Mu'mininning o'g'liga qizini bermasdan baxillik qilmabdi, balki qizini dunyo fitnasiga, boylik fitnasiga tashlashlikni xohlamabdi. Keyinchalik Said ibn Musayyabning hamrohlari aytishdi, "Nimaga sen xalifaga qizingni berishlikni xohlamasdan oddiy bir kambag'al musulmonga berding?" deganda aytdi, "Meni qizim meni bo'ynimdagi omonat. Nima ish qilgan bo'lsam, qizimning salohiyati foydasi uchun qildim. Agar men xalifaga berganimda nima bo'lardi bilasizlarmi?
Banu Umayyaning qasriga borsa, u yerdagi asoslarni qimmatligini, qimmatbaho kiyimlarni ko'rsa, o'ng tomonida ham, chap tomonida ham xizmatkorlar tursa, o'zini xalifaning xotini ekanligini o'ylab turib, dinida fitnaga uchrashligi mumkin emasmi dedi. Shohlik kishilardan biri buni eshitib aytdiki, haqiqatan bu kishi odamlar orasidagi nodir bir gavhar ekan dedi. Madinalik kishi ayni haq so'zni aytdingiz dedi. Chunki u kunduzlar ro'zador, tunlari bedor o'tadigan, 40 marta umrida haj qilgan kishi bu dedi. Bu kishi payg'ambarimizning masjidida 40 yil takbirul ulodan qolmagan ekan. Va hech qachon namozda oldida safda turgan odamning kuragiga qaramagan ekan. Chunki doim birinchi safda turgan ekan 40 yil. U kishi kimga kuyov edi o'zi? Madinani xohlagan ayollarga nikohlanishi mumkin bo'lgan Said ibn Musayyab Abu Hurayra roziyallohu anhuning qizinidan hech kim ustun qo'ymagan edi. U kishining qaynotasi Abu Hurayra roziyallohu anhu edi. Tahqiq u kishi o'zini yoshlik chog'idan ilmga bag'ishlagan kishilardan edi. U kishi bir kalimani doimiy suratda takrorlab yuradi, go'yoki u uchun shior edi. Bandalar o'zlarining nafslarini Allohning toati bilan aziz qiladilar va Robbilariga osilik bo'lishi bilan nafslarini xor qiladilar. Mana shior. Inson dunyoda azizlikni xohlasa, farqi yo'q. Erkak, ayol, boy, kambag'al, katta, kichik. Allohning toatida tursin, aziz bo'laveradi. Agar xor bo'lishligini xohlasa, Alloh taologa ma'siyatda davomiy bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo bularni hayotlarini o'qib ibratlanishligini hammamizga nasib qilsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.